Assalomu alaykum hammaga. O'rtoqlar, kimda mana shunaqa kofe mashina bor? Qaranglar, mana hozir men kofe qo'yyapman-da. Kimda shu vaziyat bo'lsa, iltimos menga yordam beringlar. 10 soatda tayyor bo'ladi. Sizlarda ham shunaqa masalan shoshyapmiz ertalab. O'chirib qo'yibman. Masalan, men xohlamayman kapuchino. Ketdi vaqt, qaranglar. 10 soatda, uzoq adashmasam 10 minutda tayyor bo'ladi. Bu bitta porsiyasi. Короче, kichkinagina porsiyacha. Hozir qarab tursanglar. Men shartta bossada, shartta kofe qo'ysada. Shu borib almashtirib kelishi ham gaplashmoqchi edim. Qo'yamiz. Kimda shunaqa kofe mashinasi bor? Ajoyib. Buni prodavets menga o'zimni uyimda shundan bor deganiga ishonib, bo'ldi boshidan o'tkazgan tabib akam dedi. Mana men bu espresso уже tayyor, menga u kerak emas. Men xohlayman kapuchino. U tayyor bo'lguncha mana hozir 1 minutdan oshib ketdi. Suvlarimiz joyida, suvni qarab qo'ydim. Yuragim siqilib ketadi mana shunaqa. Shoshayotganda ayniqsa. Hali tayyor bo'lmadim. Hozir tayyor bo'lganda ko'rasizlar qanaqa kichkina anaqa tushadi. Eng kichkina одноразовый stakanchik bor-ku, o'shani yarmida tushadi. Eng kichkinasida. Sinamayman. 2 minut o'tib ketdi. Hozir 3-minutga ketamiz. Balki bunda tezlashtiradigan funksiyasi bordir, balki men bilmasman. Internetdan topa olmadim. Вообще bu qachon nima qilyapti hozir men tushunmayapman. Qizivyaptimi? Kofeni qizdiryaptimi? Nima qilyapti ekan bu? Tushunmayapman. Ice kofesi boriga uchibman, qishda opman. Qishda ice kofega nima bor? Ana. Ровно 3 minutda. Endi qaranglar. Bas. Endi qaranglar. Bo'ldi shu. Ozginagina. Endi qaranglar. Ikkinchi muammo. Endi men buni 2 hissa qilmoqchiman-da, bu kamda bu. Xo'p, bu hozir ikkinchi marta solishim uchun hozir qancha poylagan bo'lsam, yana shuncha poylashim kerak. Voy. Bu meni yuragimni siqib tashadi. Hozir mana yana bitta qilishim mumkin, espresso sovarsam achchiq bo'lib ketadi-da. Shu kapuchino baribir sutni ham o'zini dozasida solib beradi-da. Qancha solish kerak bo'lsa, o'zi bilib solyapti-ku. O'shanga men boshqa apparatda almashtirgan edim o'zi. Sutni o'zimiz soladigan, ruchnoy soladigan edi-da. Bundan qimmat edi ancha. Mana, voy bunisi tez bo'ldi-ya. Sizlarga videoga olayotganimga bo'lsa kerak. Bos.
Mana bu norma. Hozir bu stakan sizga katta ko'rinyapti, lekin aslida bu norma. Bu Safiyani kofesidan. Safiyaga borib men so'radim. Lazannami, korzinkada sotadi. O'sha kofedan o'zimga oldim. Kelinglar, kofe ichamiz endi qizlar. Mana qaranglar, zo'r chiqdi kofemiz. Juda zo'r. Endi buni ichish kerak. O'sha kofeni mazasi rosa yoquvdi menga. Safiyadagi. Lekin qaranglar, bu anaqa kapuchino qaynoq bo'lish kerak-ku. Sovib qopti. O'sha havo sovuq bo'lgan ekan, oshqozoni ham sovuq bo'ladi. O'sha sovib qopti. Nomallab ichamiz. Mikrovalnovkada isitib ichibman kuni. Mikrovalnovkaga qo'yib, qaynoq qilib ichdim. Boshqa ilojim qolmadi. Mana hozir общийda bir 5 minutdan shu vaqtim oldi. Xullas, oranglarda mana shu mashinani biladiganlar bo'lsa e'tiboringlar. No, agar yaqin orada kofe mashina olaman deb yurgan bo'lsanglar, bunaqasini o'ylab ko'ringlar. Kimgadir bu shpargalka bo'ladi, qanaqa olishni bilmayotganlarga.